5 may Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa, programı direktori, Ayollar Bilimi rəisi Zümratay Erkin və Norvegiya Uyghur Komitetinin katibi Adilcan Abdurrahim, Norvegiyanın sabiq Tashqi ishlar ministri Ina Ereskin bilan görüşüb, Norvegiya hökumətinin növbətdə Uyğurlarga qaysi cəhətlərdə yardımda bo'lishi to'g'risida muzokaralarni qildi. Kanada Quyosh energiya şirketi Sharqi Turkistonga majburiy emgakka chetishliq deb ayblangan bo'lib, shirkat mas'ullari bu ahvolni tekshirishga va'da bergan. Buyuk davr to'g'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Kanada Quyosh energiyasi şirketi Sharqi Turkistonda fotovoltaik elektr stansiyasi qurgan bo'lib, uning bosh shtabi Ontarioning Guelph shahriga joylashgan. Bu şirket Xitoydagi energiya pay kontrol cheklash shirkati bilan hamkorlik o'rnatgan bo'lib, shirkat zavodida ishlaydigan nurg'un Uyg'ur bor ekan. Kanada Quyosh energiyasi shirkatining mablag' solg'uvchilar munosabati direktor Isabel Zhang dushanba kuni Yer shari pochta GSning savollariga javob berib, shirkatning mustaqil tekshiradiganligini bildirgan. Jurnalistlarni qo'g'dash komiteti yangidan e'lon qilgan dunyoning har qaysi joylaridagi turmaga qamalgan jurnalistlar haqidagi dokladdan ma'lum bo'lishicha, 2021-yili 12-oyning 1-kunigacha dunyo bo'yicha jami 293 jurnalist turmaga qamalgan bo'lib, bularning 22si Sharqi Turkistonlik Uyg'ur jurnalist ekan. Bu sonliq ma'lumot bo'yicha bo'lganda, Uyg'ur jurnalistlar Xitoyda tutqun qilingan jurnalistlarning 44%ni tashkil qildi ekan. Shundaqla dunyo bo'yicha tutqun qilingan jurnalistlarning 7,5%ni egallaydi ekan. Xitoyning Xunan o'lkasining markazi Changshoda 29 aprel o'rilib tushgan 6 qavatli binoda hayotidan ayrilganlarning soni 26 ga yetdi. Ma'lum bo'lishicha, tunugun kechda bir ayol kishi binoning qoldiqlaridan 132 soatdan keyin qutqizib olingan bo'lib, xarobalikdan sog' qutulgan 10-kishi bo'lib qoldi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 5-iyun asosiy qonuniga tuzatish kirgizish va to'liqlash uchun mamlakat miqyosida umumiy xalq orasida ovozga qo'yilganligini e'lon qildi. To'qayev yaqinda o'zining davlat ichida keng ko'lamli siyosiy zamonaviylashtirish maqsad qilgan islohot yurishlik planini e'lon qilganligini eskartib, bu islohot planidagi tashabbuslarning bu mezgilda ommaning qo'lishiga erishganligini bayon qildi. Berma harbiy hukumati hokimiyat yurgizayotgan Milliy demokratiya birlashmasi hukumat tasdiqlagan Xitoy qo'llagan 26 quyosh energiyasi turini amaldan qoldirdi hamda xaridor chaqirish qoidasiga xilof qildi deb qaralgan shirkatlarni qora tizimga kirgizdi. Xitoy poytaxti Beijingda Xitoy virusining Omikron nusxasini elib yurgan yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababidan tadbirlar texnik changatildi. Yuqum bir qadar kuchli bo'lgan Chaoyang rayonida 63 avtobus bekati taqilgan va 48 bekatning liniyasi o'zgartirilgan. Buningdan boshqa 14 metro liniyasidagi 60 bekat taqilgan. Egilanishicha, yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarmi 5-maydan 11-maygacha to'rdan dars o'tadi ekan. Noposi 21 milliondan oshadigan Beijingda Shanxaydagiga o'xshash butunlay taqashni talab qiladigan yomon ehtimollik andisha paydo qilmoqda ekan.